Programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edik. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bo'p qoldi ana navrimiz. Az edik. Mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon otaldi. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qariq tugiga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni jodugar beshig'i salla o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishtaligini nima bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Petr inillarga ma'lum. Ammo az yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Qumuldan bargan merkellar dastlabki kunlarda xeyli obdan urushgan bo'lsa-mu, xon lashkarlari desili qumulliqlarni oldiga chiqarib qo'yganlikdan bir hafta ichida 55 mergan o'lib, 38 kishi yordar bo'ldi. Shuning bilan ularning ruhi tushib ketibdi. Uning ustiga eli qo'zg'olonchilari orasida Uyg'urcha so'z biladigan tunganlarni ko'p ekan. Ular desila: "Ey, qumulliq qarindoshlar, sizlar kim uchun so'qishyapsizlar? Ha? Bejondagi Manjuxon taxtdan tushdi. Endi Shamaqstvangdan qo'rqmanglar," deb kanay orqali varqiraydi ekan. Shunga merganlar Ro'zimat Baykumi bo'ysunmay qaytishga boshlabdi. Shunda qilib, qancha kishi bilan inib kelding? Salomat kelginimiz o'zim bilan 87 ig'ir yardalarni o'tanglarda tashlab ketdik. Sen bilan kelganlar hozir nerdadir? Hammasi o'ylarga tarqilib ketgan. Nemishqa bir yerga yig'ib turmuding? Qumulga kirish bilanlar urkib ketgan yilqidek tutib bermay qo'ydi. Varqirab urib boqdim, biroq nadikini? Bas. Xotin haqning nolisi to'la. Shuhmasning bonisi deb to'la ko'tildadimi? Lashkar beshi emas, bir poch po'xkansan. O bir nimelerin öy-öyge tarqılıp ketken bolsa, bayqa gaplar atikça pütkül qumulga bir kelidi. Endi askariyleş tig'imi taslish ketmamdi. Sana o'xshash nanqiypilarni darg'a yetish kerak. İltifot ver begim. Sen mi bir nanqiypi? O'zing pashshop begi turib, yurtda shuncha cho'ng ansizlik bo'lib olsa, g'imingda yo'q yuriysan. Dorliqning yinida bo'lanchilar ichki cherikni bo'g'izlab o'tib, miltixini ilib qochqanligidan xabaring bormi? Ha? Eliqi Gılavxoy deganlarning Barköl ombulini o'ltirib tashlaganligini bilamsan. Tunigin kecha Qumul ombulig'imi qasd qildi. O'shinglarni yig'ib yuringlar. Darhol odamlarini ko'paytib, kechalari ko'ch charlashni qo'yiqlashtiringlar. Angladingmi? Xo'sh. Baya. Nima baya? Shundan keyin Gayit Pashab duduqlab turib, Yoqub Yasovulning vaqasini so'zlab berdi. Mana demedimmi? Hukumat kishilarni o'ltirdigan, qo'ral yarab bulaydigan ishlarning paydo bo'lishi kichik ish emas. Barköl ombulnimi Gılavxoy o'ltirib o'tibdi. Cheriklar bilan Yasovulning qo'ralini bo'lganlar kim? Eliqi Temur mo'janing odamlari bo'lmasin yana. Sen nanqiyplar, heligicha Temurning o'zini tutmoq bu yoqda tursin. Rangi o'yinimi bilolmay yuraysizlar. U qancha bo'lib ketsa, ko'zga ko'rinmaydigan shoyatin emas-to. Atsi choshgoh vaqti bilan to'p-to'p kishilar Ro'zimat Bagning uyi tarafga kelishga boshladi. Ularning ko'pchiligi oppoq soqolliq bo'voylar. Muhjib qolgan mo'maylar.
Balı götürgen ayallar ve uşak oğul kızlar bolup hemsi degidek belige ak bağlagan. Ayallar beşiğe ak selip algan edi. Tuş vaqtiga qalmay Rozimat Begning koni sepil tövüdegi hoylisi neçe yüzügen kişinin qorshavida qaldi. Atrofdagi uylarning öyksilari bilan yalang'ochlanib qolgan tog' sugatlarni odamlar to'pi xuddi qora qog'idek qoplab ketgan edi. Voy balam, voy dadam, voy qerindishim degan yig'i ovozlarga ushaq narasidalarning qiyochiyalari qo'shilib, yer ziminni silsilga keltirdi. Gahi ayollar yaqinlarini yirtib, chochlarini yo'latdi. Gahi kishilar o'shidan ketgan mo'maylarni yo'lashtirib, tom tuvullarga o'ltirg'izdi. Chochlari oqarib, tishlari sarg'ayib ketgan bir mo'may osti tayoqqa tayinib, qo'shaq qaytib yig'laydi. Can balam, canım balam. Canım balam. Çulları can begem balam. 10 günlük birimi, 10 günlük birimi içilmeyi solgan balam. Canım balam. 20'ge toşmayı yeşim. Nelerde kalgandır biçim. Vay canım balam. Yıklap kaldı qerindişim. Armanda kaldı okku balam. Vay canım balam. Tol çivıqdek egilip, zəbrandek sargıyıp, zəbrandek sargıyıp, yürek bağrım ezilip, hasrette kaldım ku balam. Hasrette koyup kettim ku balam, canım balam. Şu arada gayet başap bir beşi qızıl, bir beşi qora boyalgan palaqlarni ko'tirgan 8-10 nöker bilan kelib, xaloyiqni hayva bilan tarqitib o'tmoqchi bo'ldi. Biroq g'azablangan xaloyiq ularning palaqlarini tortib olib, parcha-parcha qilib o'tdi. Nökerlar aloqsada bo'lishib ketishdi. Kimdir biri, "Nimaga qarab tursizlar?" dedi-da, nurisi bilan darvozani ishtirishga boshladi. Bir to'p odam uningga qo'shildi. Yerim soatdan beri Shamaqsut bilan G'oshir Tayji o'rda roviqining ustida bu ahvollarni bir ko'zlik uzunchoq turbun bilan ko'z tutib turadi. Ahvol shu yerga yetganda Shamaqsutning ko'ziga buningdan 5 yil burun yuz bergan to'rpaq yig'ilqi ko'rinib ketdi. Yilqi kuni Noshirvon Tayjining "Yana bir to'rpaq yig'iliqi bo'lsin demoqchimisizlar?" degan gapi quliqining tuvida jaranglab ketgandek tuyuldi. Bo'lmadi. Chaqqon odam avating. Uvays aqlan bilan axunimlar darhol kelib, vaz nasihat qilsin. O'lganlarga atab, masjidlarda nazr qilishga o'rdidan 50 qo'y, 5 kala va 10 guruch berimiz desin. Buningga unimisa, palganlarga buyruq bering, o'q chiqarsin. Uvays aqlam qora qaytirga minib, taliblarini agashtirib kelganda, xalq to'pi allaqachon Rozimatdagni uydan so'rab chiqib, orig'i elib olgan edi. Sol qo'lini esib olgan Rozimatday mushukning oldidagi chashqandek dirildab turadi. Taraf-tarafdan chiqayotgan g'azab nidolari guldir momidek dahshatli guldirlaydi. "Hey, qonxo'r! Bolamni ber! Dadamni ber! Arkamni bergin! To'ymagan bo'lsang, hammamizni o'ldirib ya!" Uvays aqlam qechirdan tushmay turibla, inchika va chirqiroq ovoz bilan xalqqa xitob qildi. "Ay, musulmonlar! Men yurtning otsi Chingon Xo'jam hazratlarining vakolatlari bilan sizlardan ahvol so'rab keldim. Biz musulmonlar uchun Alloh taolaning hukmi hammadan a'lo. Har ish bo'lsa, Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Menga quloq solinglar." Odatda Uvays aqlamning o'zi tugul soyisini ko'rsimi, o'rinlardan turib izzat ehtirom bildiradigan xalq bugun uni bor yo'qning o'rnida hisoblab qilchi parvo qilmadi.
Uvays Atlam Allah'ның taqdiriga bo'ysunib, savr qilish to'g'risida yana bir nimalarni davergandan keyin bir oqsoqol bo'y qora qechirning tizginiga esilib turib mundaq dedi. Xudo menga 7 o'g'il bergan. Turib qolgani 2 edi. Kichik kezi bilan og'rib yotganda Rozimat kelib, Vang'ojamning yorliqi deb cho'ngni askarlikka tutib ketdi. Oradan 10 kun o'tib, kichik o'g'lim qazo topdi. Vang'ojamning yorliqi bilan Rozimat haydab ketgan bolamning o'likimi yo'q, tirikimi yo'q. Sizlar bolamni tutib bermisanglar, so'qishda o'ladi. Sening bolang so'qishga borsin degan buyruqni Xudoyim bermagan-ku. Shoh Maqsudvonga xalqning bolalarini urushga avatdab Xudoyim buyruq qilganmi? To'g'ri aytdi. To'g'ri aytdi. Uvays Atlam yana bir nimalarni deb varqirab baqdi. Xaloyiq uning quloq silish o'rniga qora qechirni urib yurib, oradan haydab chiqardi. Shu arada Vang'ning qurolliq navkarlari sepil ustida paydo bo'ldi-da, nutq ovozlari anglanib, osmonni ustida qoplab ketdi. Xalq to'pi qechishga boshladi. Yiqilib, tassilib yotgan ushshaq bolalar bilan ojiz, o'riq mo'maylarning qiyochiya va top taryotlari palakka yetdi. Ravaq ustida tomosha ko'rib turgan Shoh Maqsud Hoshir Tayjiga mundaq dedi. İşte samirsa, ilgisini tishlaydi. Qo'l samirsa, xo'jisiga yonidi deb, bu tejimlar bakmi haddidan ishib ketyapti. Mening bak sipohlarim qovul erladim bo'lgan bo'lsa, fuqarolarim munchilikmi bo'lib ketmas edi. Siz hozir Hoshir Tayji, zodi bu yurtni tuta olamsiz yo'qmi? Bo'lmasa, Hoshir Tayji yo'g'on gavdasi bilan yergacha egilib ta'zim bajo keltirgandan keyin atrofga qarab olib, past ovozda mundaq dedi. Oliy karamlarning davlatlar soyasida biz qullar kechitib sahar turib, yurtning tinchligi uchun bir putimizni 10 qilib yugurib yuribdimiz. Ammo lekin biz tuziganni bozib turadigan kishilarmi bor ekan? Masalan, nemishqa to'xtab qolasiz? Gapni boshlagandan keyin oyog'ini aytqiloq. Xo'sh. Masalan, suv uxlasa uxlar, dushman uxlamas degandek. Noshirvan Tayjilikdan tushgan bilan. Nima? Aytavering. Tayjilikdan tushgan bilan o'chmanligidan kechmay, og'zimba deb, nimalarni degidak. Chingan Xo'jam bir jangjung uchun qumulliqni qirib tugitadigan bo'ldi. Xudoyim insofini bersin debdidak. Heliqin Nuriz Aqlammo uningga do'st tortishib yurgidak. Yurtning obro'li kishilari shundoq gaplarni qilib bersa, fuqarolar nima bo'lmoqchi? Bu gaplarni hazratlarining xotir sheriflariga silib qo'yay dedim. Yana hoqchi unchini ko'ralmabdi bo'lib, biror badgumonlik tug'ilib kelishidan ehtiyot qilgan edim. Nima? Bu gaplar rasmi? O'rdining ko'z quloqlari bekona yemaydi. Qo'g'la gap chiqur, kola suv chiqur deb aytiversam gap to'la. Noshirvan Tayjining har safariga tayyorligi bitdimi? G'amid yo'q yurgidak. Shoh Maqsud xiyolga cho'mdi. Birdamlik jimjitlikdan keyin, o'zingiz bir nima qiling, deb Hoshir Tayjiga ma'nilik qarab qo'ydi. 10-bob. 10 balog'i bir da'vo. Jannat qilishlaringizning soyasida men qilishning payg'ambari. Hadisdan elingan. Kimki qilishning qora dastisini tutishni xohlamasa, uning o'tkir tig'iga duch keladi. Yan. Va'diga binoan Shoh Maqsudvon Urumchi jangjungiga 500 otliq margan berishi lozim edi. Rozimat bek boshchiligida avatgan birinchi turkumdagi 200 marganning taqdiri ana shuning bilan oyoqlashdi. Endi qandoqli bo'lmasin, va'diga amal qilib, qolgan 300 marganni avatib berishi lozim edi. Uning ustiga Urumchi jangjungi hadab xat telegramma avatib Shoh Maqsudni qistovatdi. Eli qo'zg'olonchilari xon lashkarlarini Shixodimni qo'g'lab chiqarib, Manos tarafga siljishga boshlaganda, Urumchi jangjungining o'kkisi og'ziga tiqilib, puti ko'ygan to'qidek tipirlab qoldi-da, Shoh Maqsudga: "Butun umid sizda qoldi. Bu urushda utib chiqishimga to'liq yordam bersangiz, sizni muavin qilib, butkul Shinjongni ikkimiz tang so'raymiz",
degan mazmunda jiddiy telegramma avatgan edi. Biroq Rozimatbek boshlab borgan marganlarning tangdan to'lisi o'lib, boyiqi vaqa kelib chiqqandan keyin Shah Maqsudning askar elish ishi texmi taslashib ketdi. Nurg'unlagan kishilar o'g'illarini turli bahonalar bilan qochirib o'tib, "Qanday qilamiz? Jon degan totliq nima ekan? Balalar tutuq bermay qochib ketdi shu." deb do'lisini chiqarib turaverdi. Beglari tayoq to'qmoqqa zo'rlabmi ish chiqara olmaydigan bo'lib qoldi. Ba'zi kishilar bolamni tepib kelay deb o'zimi qechib ketdi. Ba'zi yashangan kishilar "Endi ilojim qolmadi. Balamning o'rniga o'zim boray" deb o'rniga kelib oldi. Ular askarlikka albatta yaramaydi. Ba'zilar bo'lsa, bor yo'qini setishtirib, belgilangan miqdordan 2-3 hassa o'shiq kumush to'lab qutulishga tirishadi. Oshir Tayji bilan Qozibek xo'ja Shah Maqsudning o'g'irliqcha qamoqdagi gunohkorlarni setishga boshladi. Shu qatorda Omonqul bilan billa Nerinkirdan tutib kelingan So'pi Teka va Qosim Qiziq degan yigitni qamoqdan chiqarib, uchaylarni 100 sardan 300 sar kumushga sotdi. Shu kundan boshlab Omonqulmu yangi askarlar qatoriga o'tdi. Shunday qilib, Qumul shahar ichi, atrof yezilar va Beshar deb ataladigan rayondan bo'lib, 1000 tasdiqda 120 askar to'plandi. Shah Maqsud qolgan sonini to'shqizolmay, o'z go'shini o'zi yegidek bo'lib, kechallarmi uxlay olmaydigan holatga tushib qolgan edi. Shundaq paytda tog' tarafdan xush xabar kelib qoldi. "Tog' xalqi 180 otliq margan yig'ib, Chingon xo'jamning xizmatiga avatibdi-dak. Ularni Niyozorga boshlab kelgudak." Shah Maqsud bu xush xabarni anglab, xushalliqdan og'zi qulog'iga yetdi-da. "Yaxshi. Tog' marganlari kelgan hamon bu yerdagilar qo'shilib, darhol Urumchiga monsun. Hajar Boqibay lashkar beshi bo'lib qolsin" degan mazmunda yorliq tushirdi. Haqiqatda bo'lsa, tog'dan margan to'plab avatish Temur xalqining o'yini edi. Aslida Shah Maqsud askar elishga kirishgandan tortib, tog' xalqi qattiq norozilik bildirib kelgan edi. "Qon tarimizni sho'rab, terimizni shilib, xolisi itib, xolisi chipib, shuncha oni etkin yetmagandek, endi bizni yoq yurtlarga opirib, turkumlab o'qi tutib bergidekmi? Shah Maqsudning qilmig'ini shu qopdimi endi?" degan gaplar hammali yerda anglanib turadi. Do'rg'ilarning tayoq to'qmoqlarimi o'tmas bo'lib, xalq jinidan to'yib yuradi. Bugun askarlikka tutilgan kishi atisi qechib ketadi-da, tog' jiralarga, qilin qarg'ayzorliqlarga yo'shirinadi. Shunga birinchi turkumda tog'dan 6 kishi keltirilgan edi. Temur xalqa ili qo'zg'ilg'ining boshlanganligini anglash bilan Qumul xalqining yaxshi kunlari yaqinlashdi deb nihoyat xushal bo'lib yuradi. Shah Maqsud odam ilishga kirishgandan keyin Temur xalqa "Bu yaxshi fursat. O'tni cho'g'chilashqimi ko'say kerak. Pasha chivinni qo'rishqimi qo'rg'ich kerak. Quruq qo'l bilan hech nima qilg'ili bo'lmaydi. Yigitlarimiz askar bo'ldik deb Shah Maqsudning oldiga berib, avval qoralg'i ega bo'lib olsin. Qoralg'i ega bo'lgandan keyin hamma ishni qilg'ili bo'ladi. Torpaq yig'iliqidan qolgan qonliq sanoqmi shu?" degan fikrga keldi va bu o'y fikrlarni yaqin sabdoshlari Qori Bo'suq, Saypun To'xti, Eli Palgan, Niyoz Palgan, Ansoridek o'nlagan kishilarga aytdi. Bu fikrga hammaylan qo'shilib, ishonchli kishilar orasida targ'ibot yurgizishga kirishdi. Temur xalqining o'zimi gohi sitqchi, polchi, gohi tevib to'mirchi qiyofatida xuddi cho'chaklardagi Sulaymon Qalpiqova afsonaviy qahramonlardek, bugun bu tog'da bo'lsa, atsi u tog'da paydo bo'lib, jiddiy harakatga kirishdi. Nerinkir tarafga Ansori degan yigitni avatib, Safarqul va Nurul Bovo qatorliqlar bilan aloqalashdi. Shunday qilib, tog'-tog'dan bo'lib, 100 odam askarlikka berishga rozilik bildirdi. Lekin bu son Shah Maqsudning tog'ga taqsim qilgan sonidan xeyli kam edi.
Şoňa başga taglarning dorgylary Şamaqsutning jazalashidan yoki Örümçige äwätip etişinden korkup şäherge kirişden qeçip turatdy. Tömür halpa Niyaz dorgynyň mijaz hulqany we onuň qazyda hoji bilen ýakynlygyny bilgeşke, öz sepdaşlary bilen kelişip Qara Bosuqny Niyaz dorgynyň qeşiga maňdurdy. Qara Bosuq bir günlük yerden kelip Niyaz dorgyga mundaq diýdi. Ah, dorgam. Özle 12 tag içinde hemmedin obroýlary çoň adam. Qazybek hocam bilen bir tuqqandakly ýakynçylyklary bar. Özle turgan ýerde başga dorgylar leşker beşi bolup berişip petin almaýdy eken. Hemmesi özleriniň egizdiriga qarap turupdy. Padynyň mo serkisi bolady. Bizni özler başlap barmysylar? Birimiz o tagdan, birimiz bu tagdan kelip, nälerdi tinep ýürýmiz. Bu gep Niyaz dorgyga ýakdak ýakdy. Diýmesimi, ras emasmi? Çingan hocam asker başlap bagynymny köse, qançalyk hoş bolup gitdi. Mening bilan tört alışydygan dorgylar endi karametimni kösün. Meni Çingan hocam hiç kaçan Örümçige äwätmeýdi. Mubada maňdap kalgandymy? Qazybek hocam qarap durmaz. Dep oýlady-da, razylyk bildirip Qara Bosuqny hemmiňler palan ýerge ýygylyp turuňlar dep ýolga saldy. Özi seperge hazırlandy. Hazırlığı bütkeç Şamaqsut ve onun oğlu Nazarga, Haşir Teyciga, Qazybek hojaga nurgun sowgat taýýarlap, nerin kirden toplangan 22 mergenni ägeşdirip ýolga çykdy. Şamaqsut Niyaz dorgyga özü kütkeninden artygyrak iltipat görüstüp, huzuryga kirişge ruhsat kıldy we sowgatlaryny qabul kılıp, onunga ton ýapgysdy. Niyaz dorgy esini ýokatgudek derejede hoşal bolup, Şamaqsutnyň eteklerini közüge sürtdi we şu günden itibaran Qazybek hojanyň mehmini süpetine bey hojalarynyň qışlyk meşreplerinde oyun tamaşaga garq bolup ketdi. Şamaqsutnyň ýarlygyga binaen ordu begleri ýeňi askerlerge niltiq, qilich, el teriden tikilgen äplik juwa we qara sansan kulakçy tarqatyp, ularny Ajar Baqy beginiň başçylygynda Örümçige ýolga saldy. Birak bu askerler Toğuçi diýen ýerde konup, ätisi çaşkaq bilen tarançy kömür keniniň ýeniga ýetkende ajaýyp bir waka ýüz berdi. Oň goldyki doňnyň keýninden tuýuqsuz bir pay myltyk awazy aňlanyş bilen taň Qara Bosuq, Amankul, Sopeteke we Qasym kızyklar top içinden okdek etilip çykyp, közüni yumup açgıça Ajar Baqy begini ýol çetideki qar ýagaşga baglap taşlady. Doňnyň keýninden kollarga myltyk tutgan 3 kişi atjap turup çykdy. Otturada boz atga mingen tömür halby kelip atatdy. Onun oň tarapida jada atga minip kelip atkany 40 ýaşlar çamasydyky sozuk ýüz Seypong Togty idi. Sol tarapdikisi toruk atga mingen ýaş ýigit Ansary idi. Amankul, Tömür aka! dep warqyrap taşlady. Top içiden Tömür akam geldi! Geldi! Ani geldi! diýen sadalar ýaňrap ketdi. Tömür halpa hemrahlary bilen ýol ýaqsydyky kiçigirek doňnyň üstüde toktap, atdan düşmey turupla, Qerendaşlar! dep köpçilikge hitap kıldy. Tag ýigitleri ýerim halky bolup aldygy ýygaldy. Şäher tarapdan kelgenleriniň bir kysmy bu işniň sirinden tehe habarsiz bolgaçka öz orunlarida haň-taň buluşup turatdy. Ýakyn keliňler qerendaşlar! dedi Qara Bosuq ýogan awaz bilen. Andan özü etini diýip tömür halpynyň qeşiga kelip turdy. Kalganlarmy asta-asta kelip gujmaklaşdy. Tömür halpa üzengige dässäp turup, Qerendaşlar! Näge barsylar? Ösken aziz ýurtny, mehriban ata-ana, qowm qerendaşlaryny taşlap, Şamaqsut bilen Örümçi jaňjyňyz üçin ölgili baramsylar? Ölgili! Şamaqsut şunç kılgalary yetmey, endi bizni ok tutup bermekçi. Bunu bilemsiler. Rozimet başlap ketken yigitler kayni, ha? Ulanın aziz başları, kaysı tağ, kaysı deşt, kaysı kırladı kaldı, bunu bilemsiler. Ulanın ata-ana, qowm qerendaşları, bir közü kan, bir közü yaş, nimiküllerini körüp atıdı, bunu bilemsiler. Şamaqsut bilen bek hocalar
Shuncha yillardan beri bizni qul qilib, qinimizni sho'ridi. Xolisi otdi, xolisi sotdi. Bizmi odam emasmi? Qachongacha ezilimiz, qachongacha xo'rlinimiz? Hammaga ma'qul deb bo'ynimizni egib tursak, qulluq zanjiridan hargiz qutula olmaymiz. O'riq avlodimiz texmi ig'ir kunlarga qoladi. Put qo'limizga zanjir kishanni chaqmasak, hech qachon o'zi chiqilmaydi. Tanglik, erkinlik hargiz o'zi kelmaydi. Bizmi odam qatorida kun ko'rishimiz kerak. To'g'ri! Akalar, biz aka ini vichaydan edik. Cho'ng akam og'rib yetib qolgan. O'tirancha akamni ro'zimat opirib o'limga tutib berdi. Uning qirqi to'shmay turib, meni askarlikka tutib oldi. Ota-onam qon yig'lab, zar qaqshab qoldi. Puli bala pul berib qutuldi. Hamma kelgulik biz kambag'allarga keldi. Men bo'ynimdan so'rganda ketayotaman. Aytinglarchi, bundan qutulishning chorasi nima? Qari buzuq miltiqini havoda qulanitib mundaq deydi. Bunun çaresi mavu. To'g'ri. Temir xalpa miltiqini egiz ko'tirib qat'iy niyatda bizni qo'limizdagi mushu jonjigar qutqizdi. Meni yemisizlar hocam deganga bo'ra qo'zini yemay qo'yamdi. Bo'riga yem bo'lmaslik uchun uni o'ltirish kerak. Ammo quruq qo'l bilan bo'rni qandoq o'ltirgini bo'lsin. Tanglik, erkinlik deganni so'rab oladigan narsa emas. Tortib oladigan narsa. Anglayapsizlar? Tortib oladigan. İchkiridagi fuqarolarmi Manjuxonni qo'ral bilan o'rib tashlab, erkinlik ilyapti. Endi Shomaqsutdan qutulishqimi mushu qo'ral kerak. 10 balaga bir da'vat gel shu. Ish mundaq deysizlar. Temir aka, bizni askar bo'linglar deb qo'yib, o'zi nalar yurdikin debdiman seni, ha? Yüz aşkısı bo'lmay turib, kelinning yuzini ichiversa, nima qiziqi bo'ladi, ha? Mana yüz aşkısını mı qildik? Gap shu. Qarindoshlar, xolig'inglar bizga qo'shilinglar. Xolimig'inglar qilinglar. Hech kimni zo'rlamaymiz. Shahardan chiqqan o'tir yoshlik bir kishi etini devitib oldig'iroq chiqdi-da mundaq deydi. Sening aytganlaring haq. Shomaqsutdan qutuldiganlar ish bo'lsa, jinimni qurbon qilaman. Shaharda qilib, kunda 1000 o'lib yurguncha, osmini kang yerni tepib, vaqti kelganda bir o'lgan yaxshi. Qani, boshla birodar. Nega desang shu yerga boraman. Top ichida g'udur ko'paydi. Qumul va Beshar tarafdan kelganlardan 30-40 cha odam ehtimol bola chaqinlarga tortishgan bo'lsa kerak, bir chetga ayrilib chiqib, hozircha toqqa chiqa olmaydiganligini bildirishdi. Temir xalpa qarshilik qilmadi. Saypong to'xta o'tirg'i chiqib, zil ovoz bilan mundaq deydi. Qoladiganlar, qoralinglarni bizga beringlar. Uni ko'tirib yursanglar, o'zinglarga balo bo'ladi. Yilqi kishilar qorallarini topshirdi. Shu arada Amanqul qari yog'ochga bog'liqlik turgan Hojar boqining yeniga kelib, "Mavi cho'chqini erim qilayli" deb otmoqchi bo'ldi. Top ichidan "Ot!" degan sadolar yangradi. Temir xalpa oldirashlik bilan "To'xta!" deb varqirdi va mundaq dedi. "Buni o'ltirib-atsak, Shomaqsutga bizning xabarimizni kim yetkazadi? Hojar boqi begimning o'zi berib aytqini yaxshi emasmi? O'lganning ustiga tepgan qilimiz desina Temir aka. Qiynamsa, mangayli qarindoshlar." Bola chaqisiga tortishib qolganlar chang-to'zon to'zdirib ketayotgan qilin to'pqa birdan qarab turishgandan keyin o'z yo'llariga ravon bo'ldi. Rengi ro'yi go'rdan echib olgan o'likdek to'tirib ketgan Hojar boqi qor yog'och tuvida o'zi yolg'iz qoldi. 11-bob. O'z jazosi o'ziga. Kimki zolimga madad bersa, Alloh uni shu zolimning qo'li bilan halok qiladi. Hadisdan elindi. Niyoz To'rg'a Shomaqsutning iltifotiga erishgandan boshlab ativorliq bo'lib ketdi.
Keç gündüz çay məşrəblər bilan hətta aramxoda uxlaşqımı vaqt yetməydi. Yana bir tarafdan Şamaqsutning o'g'li Nazarning nazariga ilinmayla ko'ngli yerim edi. Chunki bu Shahzoda xo'ja yiliqi qozoq qizini avatib beralmading deb Niyoz To'rg'iga koyib qolgandek, uni har qitim keyin kirsin deb huzuriga kirgizmay yuratdi. Shundoq bo'lsa-mu, Niyoz To'rg'a umid uzmay yuraverdi. Tömür qalblar qo'zg'ilib taqqa mangan kuning elning oldi yetib bo'lgan bir chaqda Yoqub Yasovul kelib Niyoz To'rg'idan suyunchi so'radi va bir kumush tangi suyunchi olgandan keyin Shahzoda xo'jasining chaqirtganligini aytdi. Niyoz To'rg'a xushalligidan terisiga patmay so'g'i salomlarini elib, Shahzoda xo'janing hashamatlik o'rdisiga keldi. Hurmatli kitobxonlar, kitobimizning 4-bobida bu Shahzoda xo'ja to'g'risida ozroq gap bo'lib o'tgandan keyin muallif oppoq qog'ozni bulg'amaslik uchun uni ikkinchi tilga olmaslik qaroriga kelgan edi. Afsuski, hikoyamizning taraqqiyoti muallifni bu qarordan yenib, Shahzoda xo'janing mijoz xulqidan yana ozroq yezishga majbur qildi. Kechirishingizni so'raymiz. Shundoq qilib, Yoqub Yasovul Niyoz To'rg'ini kirsin lampalari bilan yo'rtilgan yo'g'on bir uyga boshladi. Uyning ichidan aroq va apyun isi purab turardi. To'rt tarafdagi kimxob ko'rpalar selingan kat ustida Nazar, ya'ni Shahzoda xo'ja pay yostiqlarga yo'linib o'tirardi. Uning ko'zlari mastlikdan xumarlashib, yerim ochiqdek ko'rinadi. Nazarning o'ng qanoti hisoblanadigan yigit beshi oqbek katning yonida apyun chirig'i bilan hapilashib ikki tarafga turli nozi ne'matlar va aroq qochalari bilan to'lgan pakar shiralar bir tutash qilib qo'yilgan. Shiralarning keynida 20 necha ayol aralash o'tiradi. Erlar hadab ayollarni aroqqa zo'rlaydi. Taygoqda o'tirgan ayol sozandalar dutar, tambur, xijak va doplani chelib naqsha aytishyotdi. O'ng qo'l tarafdagi tomning yon to'ngligiga bir ayol chechidan esiqliq turadi. Uning kashtilik paypoq kiygan putlari gilamga aran tegib turadi. Nazari o'tirganlarga qarab, "O'snarxonga haroq tutmamsizlar?" Erlardan biri bir chiniga to'ldirib aroq qo'ydi-da, chechidan esib qo'yilgan ayolning oldiga daldanlab kelib, beyt bilan aroq tutdi. Aroq ichdim jo'ngsida, qaynab turadir xo'yida. Ichmisam ichkim keladir, sho'l jo'ganning ko'yida. Ayol ko'zini yumib oldi. Uyqusini ichib qo'y, ha? dedi Nazar qoqoqlab kulib. Yiliqi beyt aytquchi qo'lidagi aroqni ayolning yuziga sepdi. Uyni yana kulki ovozi qopladi. Shu arada Niyoz To'rg'a bo'sog'i tuvida to'xtab, yergacha egilib ta'zim qildi va gilamning ustidan o'milab berib, Nazarning qo'llarini ko'ziga surtishga boshladi. Hazratlarning oltin bo'ylari, kumush tallari esanmikin? Yoqub Yasovul ta'zim bilan kelib, Niyoz To'rg'ining sovg'atlarini katning oldiga yoydi. Yo'g'on shoyi yog'liqining ustida 7 jup bo'kin mo'nguzi, bir jup qor tulki terisi, taxtalangan bir sulaysin juvi turadi. Loyiqlarda bo'lmasimi, peqir qullarining ko'ngli. Nazar sovg'atlarga ko'z qiri bilan qarab qo'yib, "Hey, bak javob ketsan. Eliqi oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor chiroyliqin qini, ha? Alg'ach kelmadingmi?" Niyoz To'rg'i duduqlab, u qozoq qizini iyiq elib qochganligini aytdi. "O qizni iyiq elib qochgan bo'lsa, o'zingning qizi yo'qmidi? Voy xo'jam, anglashimcha, Niyoz To'rg'a oqti bo'lib qopti-dak." Andaq bo'lsa, bu oqtini mazlumcha yasab, ava jugonlarning qatoriga qo'shib o'tinglar. Apyuni to'li chekib, rangi sarg'ayib ketgan oqbek teximi qattiq kulib o'tirg'i tushdi-da. Balli, oynamaz endi toza qiziydigan bo'ldi. Qani, kelinglar.
Shu hamon 4-5 yigit Niyoz To'rg'ini besib turib, oldin tayyorlab qo'ygan ustroq qaychilar bilan uning soqol burutlarini birdan ichida qirqib tashladi. Tulki juvisining o'rniga ayolcha to'n kiydirib qo'ydi. Uyning ichini qattiq kulki ovozlari qoplab ketdi. Niyoz To'rg'a ham kulatdi, ham rostli yishini eqitib yig'laydi. Oqbay nazarga qarab, "Hocam, qarasachi, bu chichi yo'q tozjigan bo'lib qoldi. Endi qanday qilmoq? Qanday qilmoq deganmi gapmi? O'snarxonning chichi uzun. Shuni kesib kasilinglar." Yeliqlar esib qo'yilgan ayolni yerga tushirib, uyning o'ttirsig'iga elib keldi. Bu qattiq qomati kelishgan ayolning ishkital chichi teqimida o'ynab turadi. Uning shahlo ko'zlari chiroq yo'riqida o'tdek chaqnab, g'azab uchqunlarini chachadi. Yeliqa ablaqlar uning qo'llarini qo'yib turib, ishkital chashni tuvidan kesib oldi-da, kesilgan yerdan ulab, Niyoz To'rg'ining beshiga kuykizdi. Uyning ichi yana kulkiga to'ldi. Ayollar orasida bo'lsa, kulki emas, pixildab yig'ilgan ovozlar anglanib turadi. Oqbay nazarning oldiga kelib, ta'zim bilan mundaq dedi: "O'snarxonning chichi bu tozjigonga tomoshaga yorishib ketdi. Endi bu Niyozxon achimizni biriga nikoh qilib qo'ysaqmikin? Nomahram bo'lami u ya?" Yigit beshirasi aytdi. "Men qarsam, Mavi O'snarxon erkishidek zapti bor, ochiqi bilan qahriba jugan ekan. O'zimigo erkaklarga o'xshab qopti. Mushu kishiga nikoh o'qib qo'ying." Uyning ichi yana kulkiga to'ldi. Niyoz To'rg'a kulishnimi, xafa bo'lishnimi bilmay, o'ri turg'izib qo'ygan murdadek qaytib qoldi. Uning quloqlari hech nimani anglamaydi. Ko'zlari hech nimani ko'rmaydi. O'zini faqat uyquliqda bir yomon tush ko'rayotgandek sezadi. Oqbay: endi chiroq ishni qilsak bo'la." deb turganda Tursha tug'bigi bo'sog'i tuvida paydo bo'lib, nazarga ta'zim bajo keltirdi va Shoh Maqsudvonning yorliqiga binoan Niyoz To'rg'ini darhol o'rniga opirishga kelganligini aytdi. "Qarab baq, Niyoz To'rg'a bu yerda bormikin?" Tursha tug'bigi o'ri to'pi bo'lib turgan erlarning orasidan uni topolmag'ach, ayollarga qardida bir g'azodan keyin Niyoz To'rg'ini iliq holati ko'rib, hong-tong bo'lib qoldi. Uyning ichi yana kulkiga to'ldi. "Buni o'rniga shopita opirsan" deb buyruq qildi Nazar. "Sanza, askar boshlab keldim-da. Tog'chi bulonchilarga qo'ral og'ili ketgan sanda. Mening boshimda dil ozorlik hokim bo'lgan zamonda bir necha yil tajib bo'lganligim vajidan o'zimni Xudoy taolaning oldida gunohkor hisoblayman. Qo'rqoq yig'ilibida qo'lida bir tal to'mirning sunuqimi yo'q begunoh musulmonlarning qinini Shoh Maqsud to'kkan emasmidi? Bugungi programmamizning dasturlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, 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 Ilhom Mahmud.